Assalomu alaykum. Humo Parranda biznes fabrikasining ashaddiy kuzatuvchilari. Bugun biz 2026-yil 3-aprel holatida turibmiz. Mana shu ko'rib turgan odamlaringiz bilan Humo Parranda biznesini ashaddiy klientlari bilan do'stona suhbatimiz bor. Abdurahmon aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Hammasi Surxondaryodan. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston fuqarolari. Mana Aslijonning yaqin mijozlaridan biri Abdurahmon akangiz bo'laman. Mana bir 6-7 yildan beri shu ukaxon bilan tanishman. Shulardan parranda olib, kurka jo'jalarini olib, Allohga shukr, mana hayotimizni ish vaqtlari yurmasdan, Rossiyaga yurmasdan mana shu insonning oldiga kelib 100 ta boqsangiz, 100 ta jo'jangiz 10 millionga olasiz. Qaytib sotasiz 70 millionga. Rasxodi bo'ladi, boshqa bo'ladi, hayot tashvishi. Uydagi ayolingiz ko'cha supurib yurmaydi-da, mana shuni tashkillashtirib bersangiz, hayotingiz mazmunli o'tadi. Inshaalloh. Oiladagi o'zi ish bilan ta'minlashdek gapda, to'g'rimi? Gap, oilani ish bilan ta'minlaysiz. Bola chaqangiz bekor yurmaydi. 6 yil, 7 yil mobaynida siz shu narsani Xo'rozida yoki makonida necha kilo darajada rekord darajasiga chiqargansiz? Makoni 14 kilogacha bo'ladi. Xo'rozi 25-30 kilo bo'ladi. 7 oy davomida bo'ladi. 7 oy davomida. 7 oy davomida 25-30 kilo bo'ladi. Aslida bu 6 oy boqiladi. 7 oy deyotganim sababi bu o'zini ratsionida boqilmagan. Men o'zim ratsionida kam boqaman. Men 4 oydan keyin makka bug'doy bilan boqaman. Keyin beda, o't, qamishlarni chopib beraversangiz ham, mana 3 oylikdan keyin o'sha sizga ozgina ekonom bo'ladi. Em sifatida faqat 1 oy ko'p boqasiz. Men aytgan ratsionlarda. To'g'ri. Allohga shukr, mana baraka topsin, bularni ham ishlariga omad Alloh. O'zbekiston masalan siz Surxondaryodasiz, O'zbekistonning pagodasiga moslashish bo'yicha qanaqa? Mosaj qishda issiqxona kerak, yozda issiqxona kerak emas. Shart emas. Shart emas. Bemalol Big 6 va bronza 708 jo'jalarini O'zbekiston pagodasiga bemalol o'zingizga moslashtirib bemalol boqsangiz bo'ladi azizlar. Big 6 va bronza 708 jo'jalar O'zbekiston bo'yicha Toshkent viloyati Qibray tumani Maysk mahallasida fabrikasi joylashgan. Birinchi qo'l o'zlari tuxum olib kelib Fransiyadan toza tuxumni inkubatorga bosib chiqarib beradilar. Qo'ldan kelgancha, xudo xolasa, qoni toza Big 6 hisoblanadi. Kimda yana qanaqa savollar, qanaqalar bor? Yana kim bilan suhbatlashsak bo'ladi? Siz bilan suhbatlashsak bo'ladimi? Siz bilanmi? Keling aka siz. Kelaverdim. Keling. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyatidanman. Akam bilan ko'pdan beri oldi-berdi qilaman. Big 6 bronz 708 jo'jalaridan maslahat beraman boqishdi. Juda ekonomik, juda ixcham, mahalliy sharoitda qanaqa don yemish bersangiz, o'sha bilan effekt topasiz. Faqat boyaginda aytib o'tgandek 6 oy emas, 7 oy, 8 oy vaqt ketadi. Vaqtiga qarab. Bo'ldi. Bu odamlar qo'rqish kerak emas, spesialni ko'rimdan boqish kerak degan, bu ko'rimsiz effekt yo'q degan u vobshe xato narsa bu. Tavsiya qilaman hammalaringizga. Tushunarli. Aka, sizga ham ozgina savolimiz bor. Keling. Yonimizga keling. 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 Bo'ldi aka. Nimaga? Bo'ldi.